Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar va ularning farzandlari. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. Pensionerlar uchun nimalar qat'iyan taqiqlanadi va qaysi harakatlar pensiya to'xtatilishiga, ortiqcha to'langan pulni qaytarishga, hatto sudgacha boradigan muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, bobo-buyimiz yoki qarindoshimiz pensiya oladi. Hozir videoni oxirigacha ko'ring. Chunki birgina e'tiborsizlik oylar davomida pensiyasiz qolishga olib kelishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men sizga oddiy tilda, hayotiy misollar bilan nimalardan ehtiyot bo'lish kerakligini tushuntiraman. Men avvalo eng asosiy narsani aytaman. Pensioner uchun taqiqlangan narsa bu faqat qonunni buzish degani emas. Ko'p hollarda odamlar bilmasdan xato qiladi. Masalan, pensiya tayinlanishiga yoki pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan holatni yashiradi. O'zgarish haqida vaqtida xabar bermaydi. Bank kartasini begona odamga berib qo'yadi. Boshqa odamning pensiyasini uning roziligisiz oladi. Nogironlik muddati tugaganini e'tiborsiz qoldiradi. Vaqtincha chet elga chiqib ketadi-yu, hujjat masalasini tekshirmaydi. Natijada davlat sizga ortiqcha pul to'langan deb hisoblaydi va keyin o'sha pulni qaytarishni talab qiladi. Oldin qanday edi? Oldin ko'p ma'lumotlar qog'ozda yurardi. Pensioner bir idoraga borsa, boshqa idora darhol bilmasligi mumkin edi. Masalan, odam ishga kirganmi, chet elga chiqqanmi, nogironlik muddati tugaganmi, kimdir vafot etganmi? Bularning hammasi tezda aniqlanmasdi. Shuning uchun ayrimlar baribir bilinmaydi deb o'ylardi. Lekin hozir vaziyat o'zgargan. Ma'lumotlar elektron tizimlar orqali tezroq almashadi. Fuqarolik holati dalolatnomalari, bank to'lovlari, soliq ma'lumotlari, tibbiy mehnat ekspertizasi, yashash joyi, ish staji, ish haqi, hatto ayrim holatlarda chet elga chiqish-kirish ma'lumotlari ham tekshirilishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman. Bugungi kunda pensiya masalasida hech kim bilmaydi degan gap juda xavfli. Birinchi taqiq. Pensiya tayinlashda yoki qayta hisoblashda yolg'on ma'lumot berish mumkin emas. Bu juda oddiy eshitiladi. Lekin amalda eng ko'p muammo shu yerdan chiqadi. Masalan, kimdir ish stajini ko'paytirish uchun eski korxonadan noto'g'ri ma'lumotnoma olib keladi. Yoki ish haqi yuqoriroq ko'rsatilgan hujjat taqdim etadi. Yoki men ishlamaganman deb aytadi. Aslida esa rasmiy daromadi bo'lgan. Bunday holatda pensiya noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, keyinchalik tekshiruvda farq aniqlanadi. Shunda ortiqcha to'langan summa oyma-oy ushlab qolinishi yoki alohida tartibda qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Misol keltiraman. Aytaylik, bir pensioner hujjat topshirganda ish staji 28 yil deb ko'rsatildi. Aslida tasdiqlangan staj 24 yil chiqdi. Shu 4 yil farq pensiya miqdoriga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Agar u har oy 1 ming so'm ortiqcha olgan bo'lsa, 1 yil ichida 1 million 800 ming so'm. 3 yil ichida 5 million 400 ming so'm ortiqcha to'lov paydo bo'ladi. Odam men buni sarflab yuborganman desa ham tizim uchun bu ortiqcha to'lov bo'lib qolaveradi. Shuning uchun men hujjat topshirayotgan har bir kishiga aytaman. Ma'lumotnomani tekshiring. Undagi sana, lavozim, ish haqi, muhr, imzo, korxona nomi to'g'riligiga ishonch hosil qiling. Ikkinchi taqiq. Pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan o'zgarishni yashirish mumkin emas. Bu yerda eng ko'p uchraydigan holatlar bor. Masalan, nogironlik pensiyasi olayotgan shaxsning nogironlik guruhi o'zgarsa, muddati tugasa yoki qayta ko'rikdan o'tmasa, bu pensiyaga ta'sir qiladi. Yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan farzand o'qishni tugatsa, o'qishdan chetlashtirilsa, kunduzgi ta'limdan sirtqiga o'tsa, bu ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Ayrim odamlar 1-2 oy aytmasam nima bo'ladi deb o'ylaydi. Mana shu 1-2 oy keyin qarzga aylanadi. Hayotiy misol. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan talaba sentabr kunduzgi o'qishdan chetlashtirildi, lekin oila bu haqda pensiya organiga xabar bermadi. Pensiya yana 6 oy to'landi. Har oy 900 ming so'mdan bo'lsa 5 million 400 ming so'm ortiqcha to'lov yuzaga keladi. Keyin davlat bu pulni qaytarishni talab qiladi. Oila esa biz bilmaganmiz deydi. Bilmaslik ko'p hollarda javobgarlikdan ozod qilmaydi. Shuning uchun har qanday o'zgarish bo'lsa, men maslahat beraman. Kutmang. Borib yozma ariza qoldiring. 3-taqiq. Vafot etgan pensionerning pensiyasini olish mumkin emas. Bu juda nozik, lekin juda muhim masala. Ba'zida pensioner vafot etadi, lekin uning bank kartasi farzandlarda bo'ladi. Kartaga pensiya tushishda davom etadi. Kimdir baribir dadamning puli biz oilamiz deb o'ylab yechib oladi. Lekin pensioner vafot etganidan keyingi davr uchun tushgan
pul qonuniy meros yoki oddiy oila puli sifatida avtomatik hisoblanmaydi. Agar to'lov vafot sanasidan keyin noto'g'ri amalga oshgan bo'lsa, u qaytarilishi kerak bo'ladi. Eng yomoni bunday pulni yashirincha yechib olish firibgarlik yoki noqonuniy o'zlashtirish sifatida baholanishi mumkin. Masalan, pensioner 10 mart kuni vafot etdi. Pensiya esa 25 mart kuni kartaga tushdi. Farzandi karta parolini bilgan va pulni yechib oldi. Keyin tizimda vafot holati qayd etildi va pensiya organi mart oyidagi yoki keyingi oylardagi to'lovlarni tekshirdi. Agar to'lov ortiqcha deb topilsa, pulni qaytarish talab qilinadi. Shuning uchun men ochiq aytaman, yaqin insoningiz vafot etsa, birinchi navbatda hujjatlarni rasmiylashtiring. Pensiya masalasini idoradan aniqlang. Kartadagi pulga shoshilmang. Dafn puli, meros, olinmagan pensiya kabi masalalar alohida tartibda hal qilinadi. O'zboshimchalik qilmang. 4-taqiq. Bank kartasini, parolni va SMS kodlarini begona odamga berish mumkin emas. Bu bevosita pensiya qonunchiligidan tashqari. Moliyaviy xavfsizlik masalasi hamdir. Bugun firibgarlar aynan pensionerlarni nishonga oladi. Ular pensiyangiz oshiriladi, kompensatsiya chiqdi, bankdanmiz, kartangiz blok bo'ladi, tasdiqlash kodi ayting deb qo'ng'iroq qiladi. Pensioner ishonib qolsa, kartadagi pul bir necha daqiqada yo'q bo'ladi. Keyin bankka borganingizda ham pulni qaytarish oson bo'lmaydi. Chunki kodni o'zingiz aytgan bo'lasiz. Men pensionerlarga har doim bitta qoida o'rgataman. Karta o'zingizniki bo'lsa, parol ham faqat o'zingizniki. Hatto qo'shni tanish, bank xodimi deb qo'ng'iroq qilgan odam, ijtimoiy yordam beramiz degan kishi hech kimga SMS kod aytilmaydi. Agar farzandingiz sizga yordam bersa ham yaxshi, lekin karta va kod masalasida oilada ham tartib bo'lsin. Chunki ba'zida qarindoshlar orasida ham kelishmovchilik chiqadi. Biri kartani olib, pensiyani yechib oladi. Pensionerning o'zi esa dori darmoniga pul topolmay qoladi. Pensionerning pensiyasi uning shaxsiy daromadi. Uni kimga qancha berishni pensionerning o'zi hal qiladi. 5-taqiq. Pensiyani olish uchun boshqa odamni aldash yoki pensionerning roziligisiz uning nomidan ish yuritish mumkin emas. Agar pensioner o'zi bora olmasa, qonuniy vakillik, ishonchnoma, bank xizmatlari orqali masala hal qilinadi. Lekin onam yurmaydi. Men o'zim hammasini qilaman deb uning roziligisiz hujjat imzolash, ariza yozish, pulni olish to'g'ri emas. Ayniqsa pensioner aqliy jihatdan qaror qabul qila oladigan bo'lsa, uning roziligi shart. Agar u kasal bo'lsa, notarial ishonchnoma, vasiylik yoki boshqa qonuniy yo'l kerak bo'lishi mumkin. Har bir vaziyatda idoradan aniqlash lozim. Men endi kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerakligini aniq aytaman. Birinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi olayotganlar. Sizda nogironlik guruhi, muddati, qayta ko'rik sanasi, tibbiy xulosa juda muhim. Agar qayta ko'rikka borish sanasini o'tkazib borsangiz, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki qayta rasmiylashtirish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun kalendarga yozib qo'ying, farzandlaringizga ham ayting. Ikkinchi guruh. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar. Ayniqsa 18 yoshdan oshgan, lekin o'qiyotgan farzandlar masalasida ehtiyot bo'ling. O'qish shakli, o'qishni davom ettirish haqida ma'lumotnoma, chetlashtirish, akademik ta'til. Boshqa o'quv yurtiga o'tish kabi holatlar pensiya to'loviga ta'sir qilishi mumkin. Har o'quv yili boshida ma'lumotnomani yangilash talab qilinadimi? Qayerga topshiriladi? Buni oldindan aniqlang. 3-guruh. Chet elga uzoq muddatga ketayotgan pensionerlar. Men bu yerda hammaga bir xil qoida aytmayman. Chunki holatga qarab tartib farq qilishi mumkin. Lekin chet elga ketishdan oldin pensiya organidan albatta so'rang. Pensiya to'lovim qanday davom etadi? Tiriklikni tasdiqlash, bank orqali olish, ishonchnoma, yashash joyi bilan bog'liq talablar bormi? Ayrimlar 1 yilga ketadi. Kartani qarindoshga qoldiradi. Keyin muammo chiqadi. Eng to'g'ri yo'l ketishdan oldin yozma yoki rasmiy maslahat olish. 4-guruh pensiyaga chiqqandan keyin ishlayotganlar. Ko'p hollarda yoshga doir pensiya olayotgan shaxs ishlashi mumkin, lekin ayrim to'lovlar, ustamalar, kompensatsiyalar yoki imtiyozlar ish holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishlasam pensiyam kesiladimi degan savolga har doim umumiy emas, konkret javob kerak. Siz qaysi turdagi pensiya olyapsiz? Qaysi tashkilotda ishlayapsiz? Rasmiy shartnomangiz bormi? Qaysi ustama berilyapti? Shunga qaraladi. Men maslahat beraman. Ishga kirganingizda pensiya organiga murojaat qilib, aynan sizga ta'sir bor yo'qligini so'rang. Endi kimlar ortiqcha qo'rqmasligi kerakligini ham aytaman. Agar siz yoshi doir pensiya olsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, pensiyani o'zingiz olayotgan bo'lsangiz, o'zgarishlarni vaqtida xabar qilsangiz,
hech qanday muammo bo'lmaydi. Pensiya olishning o'zi jinoyat emas. Pensiyani farzandlarga yordam sifatida berish ham taqiqlanmagan. Siz o'z pulingizni dori darmonga, oziq-ovqatga, kommunal to'lovga, nevarangizga, xayriyaga sarflashingiz mumkin. Taqiq pulni o'zingiz sarflashingizda emas, balki yolg'on ma'lumot yashirish, boshqa odamning pulini noqonuniy olish, kodlarni tarqatish va ortiqcha to'lovni bilib turib qaytarmaslikdadir. Birinchi nozik jihat: pensiya miqdori oshsa, hamma oshirish avtomatik to'g'ri bo'ladi deb o'ylamang. Ba'zan tizimdagi ma'lumot eski bo'lishi, hujjat yetishmasligi, hisob-kitobda xato ketishi mumkin. Agar pensiyangiz kutilmaganda juda katta oshib ketsa yoki aksincha kamayib qolsa, darhol sababini so'rang. Masalan, odatda 1.800.000 so'm oladigan pensioner birdan 3.200.000 so'm olsa, xursand bo'ldim deb hammasini sarflab yubormasin. Avvalo bu g'ayta hisoblashmi, bir martalik to'lovmi, qarzdorlik yopildimi yoki texnik xatomi aniqlash kerak. Chunki texnik xato bo'lsa, keyin qaytarish talab qilinadi. Ikkinchi nozik jihat: ishonchnoma bilan pul olish masalasi. Agar pensioner o'zi bora olmasa, ishonchli odam orqali pensiyani olish mumkin bo'lishi mumkin. Lekin ishonchnoma muddati, vakolat doirasi, notarial tartib, bank talablari muhim. Ishonchnoma muddati tugaganidan keyin pul olish mumkin emas. Pensioner vafot etganidan keyin esa ishonchnoma o'z kuchini yo'qotadi. Ba'zi odamlar buni bilmaydi va menda ishonchnoma bor edi deb pul yechadi. Lekin vafotdan keyin bu asos bo'lmaydi. Uchinchi nozik jihat: sud qarorlari va qarzdorliklar. Pensionerning kredit qarzi, aliment, kommunal qarz yoki sud ijro hujjati bo'lsa, pensiyadan ushlab qolish masalasi paydo bo'lishi mumkin. Bu hamma pensiyani birdan olib qo'yish degani emas. Odatda qonunchilikda ushlab qolish chegaralari bo'ladi. Lekin pensioner bu haqida bilmasa, pensiyam kam tushdi, kimdir o'g'irladi deb o'ylaydi. Aslida ijro hujjati bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya kamaysa, avvalo pensiya organidan va bankdan ma'lumot oling. Keyin majburiy ijro byurosi yoki tegishli ijro organidan qarzdorlik bor yo'qligini aniqlang. To'rtinchi nozik jihat: doimiy yashash joyi va ro'yxatdan o'tish. Ayrim imtiyozlar hududga, yashash manziliga, ijtimoiy holatga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar pensioner boshqa viloyatga ko'chsa, doimiy yashash joyi o'zgarsa, bank filiali yoki to'lov usuli o'zgarsa, buni tartibga solish kerak. Men ko'chib keldim, lekin eski manzilda turibman degan holat keyinchalik hujjatlarda chalkashlik keltirib chiqaradi. 5-nozik jihat: pensioner nomiga kredit rasmiylashtirish. Bu bevosita pensiya to'xtashi emas, lekin juda xavfli. Ayrim firibgarlar yoki mas'uliyatsiz qarindoshlar "Ota, sizning nomingizga kredit olaylik, men to'layman" deydi, keyin to'lamaydi. Natijada pensionerning pensiyasidan ushlab qolish boshlanadi. Bank kartasi bilan bog'liq cheklovlar paydo bo'ladi, sudga boradi. Men shaxsan pensionerlarga maslahat beraman. Kim bo'lishidan qat'iy nazar o'zingiz tushunmagan kreditga, kafillikka, onlayn qarzga rozi bo'lmang. Men faqat imzo qo'yaman, pulni o'g'lim oladi degan gap eng xavfli gaplardan biri. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam: pensiya hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi yoki stajni tasdiqlovchi hujjatlar, ish haqi ma'lumotnomalari, nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, o'lim guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, talaba bo'lsa o'qish joyidan ma'lumotnoma, bank rekvizitlari alohida papkada tursin. Farzandlaringizdagi ham qayerda turganini ayting. Ikkinchi qadam: har qanday o'zgarishni yozma ravishda bildiring. Faqat telefon qilib qo'yish yetarli bo'lmasligi mumkin. Pensiya organiga yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga borib ariza qoldiring. Arizada familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, pasport ma'lumoti, yashash manzili, telefon raqam, pensiya turi, qanday o'zgarish bo'lganini aniq yozing. Masalan, men 2026 yil 1 fevraldan rasmiy ishga joylashdim. Ushbu holat pensiya to'loviga ta'sir qilmasligini tekshirib berishingizni so'rayman. Yoki farzandim kunduzgi ta'limdan chetlashtirilganligi sababli boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha hisob-kitobni aniqlashtirib berishingizni so'rayman. Arizangizdan nusxa yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi oling. Uchinchi qadam: pensiya tushumlarini tekshirib boring. Har oy qancha tushdi? Qaysi sanada tushdi? Oldingi oyga nisbatan farq bormi? Yozib boring. Agar kutilmagan katta summa tushsa, uni darhol sarflamang. Avval bankdan ko'chirma oling. Pensiya organiga murojaat qiling. Bu qanday to'lov deb so'rang.
Agar bu qonuniy qayta hisoblash bo'lsa, bemalol ishlatasiz. Agar xato bo'lsa, darhol aniqlanadi va siz katta qarzga kirib qolmaysiz. 4-qadam, bank xavfsizligini kuchaytiring. Karta PIN kodini hech kimga aytmang. SMS kodini hech kimga aytmang. Telefoningizga kelgan havolalarni bosmang. Pensiya oshirish uchun ro'yxatdan o'ting degan noma'lum saytlar juda xavfli. Bank ilovasini faqat rasmiy manbadan ishlating. Agar telefoningiz yo'qolsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib, kartani blok qildiring. Agar firibgar qo'ng'iroq qilsa, gapni cho'zmang. Telefonni qo'ying va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 5-qadam, oilaviy kelishuvni to'g'ri qiling. Agar pensioner kartadan foydalanishda qiynalsa, farzandi yordam berishi mumkin. Lekin har oy pensionerga pul qayerga sarflangani aytilsin. Dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov, qarz, yordam hammasi ochiq bo'lsin. Pensionerning ro'ziligisiz pul yechilmasin. Bu nafaqat qonuniy, balki oilaviy hurmat masalasi hamdir. 6-qadam, agar pensiya to'xtasa yoki kamayib qolsa, vahima qilmang, lekin vaqtni ham cho'zmang. Avval bankdan hisob ko'chirmasini oling. Keyin pensiya organiga boring va to'lov nega to'xtaganini so'rang. Hujjat yetishmayaptimi? Qayta ko'rik muddati o'tganmi? Ijro hujjati bormi? Texnik xatomi? Buni aniqlang. Agar javob og'zaki berilsa, yozma javob so'rang. Yozma javob bo'lsa, keyingi qadamni aniqlash oson bo'ladi. 7-qadam. Agar ortiqcha to'lov talab qilinsa, darhol hujjatlarni tekshiring. Qancha summa, qaysi davr uchun, qanday asos bilan hisoblangan, bular yozma ko'rsatilishi kerak. Agar rozi bo'lsangiz, qaytarish tartibini kelishasiz. Agar rozi bo'lmasangiz, e'tiroz yozasiz, hujjatlarni taqdim etasiz. Zarur bo'lsa, yuqori turuvchi organga yoki sudga murojaat qilasiz. Lekin hech qachon men bormayman, ko'rmayman deb yurib qolmang. Chunki qarz masalasi o'z-o'zidan yo'qolib ketmaydi. Bugun men sizga eng muhim fikrni tushuntirdim. Pensionerlar uchun eng katta taqiq bu yolg'on ma'lumot berish, o'zgarishni yashirish, vafot etgan odamning pensiyasini olish. Bank kodlarini begonalarga berish, pensionerning roziligisiz uning pulini ishlatish va ortiqcha to'lovni bilib turib e'tiborsiz qoldirishdir. Hujjatlar to'g'ri bo'lsa, o'zgarishlar vaqtida aytilsa, karta xavfsiz saqlansa, pensioner bemalol o'z pensiyasidan foydalanadi. Sizdan so'rayman, oilangizda pensiya bilan bog'liq shunday muammo bo'lganmi? Pensiya to'xtagan, kamaygan yoki ortiqcha to'lov talab qilingan holatlar uchraganmi? Fikringizni izohlarda yozing, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoni yaqinlaringizga yuboring, like bosib qo'ying va kanalga obuna bo'ling. Men keyingi videolarda ham pensiya, nafaqa, imtiyoz va hujjat masalalarini oddiy tilda tushuntirishda davom etaman.